Bolalar yoqdim, qaranglar. Marketingda shunaqa narsa bor-da. Mana shu ruchkani menga soting deb keladi. Tohir, mana shu unni menga sot. Yaxshi un bilan salmesni oshxonamga yaxshi. Sifati zo'r. Uyga ishlatyapmiz, oshxonamga kelin ishlatyapti. Qanday ishontira olasiz? Aniq yaxshi chiqadimi? Nonusini yaxshi chiqadi. Yo, non odamga umuman zarar bera olmaydi, Tohir. Nima, ke, Saddam, mikrofonni ber. Qara, Saddam bo'pti, yaxshi ekan. Qanday ishontira olasan? Yaxshi unmi shu haqiqatan ham? O'raver yaxshi un. Ya qaranglar-da, bolalar, ishontirish uchun qasam kerak emas. Agar yolg'ondan bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda Alloh qaramaydi, buni olmasi og'ir. Yaxshi chiqayotgani rost-ku, aka. Yaxshi chiqayotgan bo'lsa ham qasam bilan savdong yurishi mumkin, lekin barakasi ketib qoladi. Umuman qasam kerak emas. Qani, O'tkir aka kengchi. Mang, sizni navbatingiz aka. Qanday ishontira olasizmi? Yaxshi. Sifati yaxshi. Samimiy Qozog'iston bug'doyidan o'zimizda tayyorlangan. Sifati yaxshi. Xamir ovqatga ham, nonga ham, nonlarni ko'tarishlari ham zo'r aka. O'zimiz uyda ishlatamiz. Mabodo yomon chiqib qolsa qaytarib ham olamiz aka. Sifatiga javob. Bu bir qop ortinglar shundan. Ortinglar. Ortinglar.